Chiqadimi? Xo'p, 0.1 mol lisin natriy gidroksiga eritmasiga reaksiya kirishganda necha gram organik tuz hosil bo'ladi? Xo'p, mana lisinning formulasini yozib oldik. Demak, SH2 guruhdan 4 ta NH2 SH NH2 karboksid, to'g'rimi? Mana shu lisinning kimyoviy formulasi. Endi natriy OH bilan reaksiya kirishyapti. Nima bilan kirishadi endi natriy? Mana bu yerdagi vodorodni olib ketadimi? Mana vodorodni olib ketdi va tuzni hosil qildi. Ortib qolgan vodorod bilan OH nimani hosil qiladi? Suvnimi? Xo'p, bizda lisinning miqdori berilgan. 1 mol, to'g'rimi? 1 mol lisin bo'lganda organik tuz hosil bo'ladi. 168. 168. Endi 0.1 mol bo'lgandacha 16.8. 16.8. Demak, hosil bo'lgan organik tuz massasi 16.8. 29 nazariyat. Probirkaga 2 ml sulfat eritmasidan qo'ying va unga sekin astalik bilan natriy gidroksiga eritmasidan 2 ml qo'ying. Hosil bo'lgan cho'kmani filtrlab qizdiring. Qanday uzlash kuzatiladi? Xo'p, birinchi nima deyapti? Mis sulfatga natriy OH qo'shyapti. Nima hosil bo'ladi? Mis 2 gidroksid. Mis 2 gidroksid, to'g'rimi? Xo'p, o'shani qizdirsak, misni oksidga aylanadimi? Oksidga. Xo'p, demak, dastlab havo rang bo'ladimi? Mis gidroksidimiz. Keyinchi Keyin qizil rangli oksid hosil. 29 demak D javob. 30. Propen yondirilganda deyapti. Qanday bo'ladi propen formulasi? Metal azot propen formulasi qanday? Yaxshi. Shuni yondirsak endi karbon angidrid plus suv. Tenglashtirishimiz kerak. Karbon angidrid 3. Shuni ham olib 3mi? 3 ha. Kislorod oldiga 4,5. To'g'rimi? 4,5 ha. 4,5. Xo'p, endi qanday ishlaymiz? Nima aytadi? Hosil bo'lgan karbon angidrid bilan kislorod farqi, sarflangan kislorod farqi 0.9 bo'lsa, suvning miqdorini aniqlangan. Qanday ishlaymiz? Birinchi mana bunday 4,5 ishtirok Ha, etyapti. bundan 4,5 mol. 4,5 mol sarflangan. Bundanchi 3 mol sarflangan. Hosil bo'lgan. Jami necha mol hosil bo'lgan suvdan? 3 mol, to'g'rimi? Xo'p, endi bundan 4,5 bundan 3 mol bo'lganda delta farqimiz nechaga teng? 1,5 ga teng bo'lgan paytda 3 mol suv hosil bo'ladi. Bizda delta farqimiz 0.9 ga teng bo'lganda necha mol suv hosil bo'ladi deb savol beramiz. 1.8. Yo'q. Ko'paytirilgan 3 bo'lingan 1.5. 1 butun. Shunday ustoz bo'lib. 1.8. Oxirgi javobimiz demak 1.8 bo'ladi. Javob variantlarida berilmagan. Xo'p, 260 gram sulfat eritmasida 34 atom bor deyapti. X gram suv qo'shilgandan keyin 24.5% eritma olindi. X ni aniqlang. Xo'p, birinchi yozib olamiz. Sulfat eritmasi desa, xo'p, suv ham bo'ladimi oldiga? H2SO4 mana suv. Mana shu ikkovi umumiy necha gram? 260 grammi? Ha. Jami nechta atom bor ikkovida? 34 ta. Xo'p, qancha ekanini bilmayman. X plus Y bilan ajratsa bo'ladimi? Mana buni bilan X mod deb belgilasak, buni Y mod deb belgilaymiz. Lekin ikkovining massalari yig'ilsa nechaga teng? 260 ga. Xo'p, 1 mol sulfat massasi necha? 98. X molni 98 X plus suvning massasi 18 Y teng bo'ladi 260 ga. To'g'rimi? Keyingisi. Xo'p, 1 mol sulfat nechta atom bor? 7 ta. X molida 7 X plus 3 Y. 3 Y yig'indisi 34. Nima qilamiz endi? Deb pastda 6 ga ko'paytiramiz. Xo'p, 6 ga ko'paytirsak mana. Umumiy demak Bundan 56 X bo'ladi. Bu 6 kare 7 42 bo'ladi. 98 ni aytsak 56 X. Oldini 34 ga ko'paytiramizda 260 ni aytib qo'yamiz. 56. X teng 1 mol. 1 degani mana shu 98 ni ko'paytirsak, demak 98 gram ekanmi? Nima degani bu? Har 260 gram eritma ichida
98 gramm nimaga tegishli? Sulfat hisoblaganmi? Endi mana shu sulfat hisoblagan foizini biz nima qilishimiz kerak? 24.5% qilishimiz kerakmi? Shuni deyaptimi? Suv qo'shib shuncha. Suv qo'shibmi? Xo'p. Endi qarang, tenglamaga qo'ysak, 260 gramm eritma bor. 260 gramm eritma ichida qancha ergan modda bor? 98. Biz uni foizini pasaytirishimiz kerakmi? Nima qo'shamiz? Suvmi? Savol, suv tepaga qo'shiladi, pastgami? Agar ergan modda bo'lganda aytchi? Ikkalasiga. Yaxshi. Xo'p, mana plus x. Endi foizni ulushga aylantirdikmi shunda? Xo'p, 100 ga bo'lib qo'yamizmi? 0.245. Xo'p, buni ishlab qo'yamiz. Demak, 98 joyga turadi. 63. Xo'p, teng 260 ni ko'paytiring. 63.7. 63.7 plus 0.245 xmi? Ha. Xo'p. Endi 98 dan 63.7 ni ayiramiz. 34.3. 3 to'g'rimi? Teng bilan 0.245 ga. X ga. Xo'p, x teng 140. Demak, xulosa qilsak, mana shu 140 gramm suv qo'shsakkina necha foiz eritmaga erishamiz? 24.5%ga. Tushundikmi? Kimlar tushunmadimi? So'ranglar. Xo'p, ikkinchisi. Demak, 1,5 mol litr berilgan konsentratsiyada natriy karbonat 70% unum bilan dissotsiyalanganda natriy ionlarining konsentratsiyasi aniqlangan. Nima degani bu 70% degani? 3.5 ning 70%. Xo'p, ya'ni o'sha natriy idishga solingan natriy karbonatning necha foizi ionlarga ajralib ketgan? 70%, to'g'rimi? Mana natriy karbonatini yozsak. Xo'p, suv qo'shardik, to'g'rimi? Nima chiqadi endi? Natriy plus karbonat 2 minusmi? Mana. Nechta natriy bor? 2 tami? Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsanglar, dissotsiyalanishni doim 2 qism qilib yozardikmi? Bir qismi ionlarga ajralgandi, bir qismi ajralmagan. Mana. Xo'p, natriy karbonat. Xo'p, mana shunda qancha solingan idishga? Boshida 1,5 mol solingan. Faqat shuning necha foiz ionlarga ajralib ketgan? 70%. Ya'ni mana shu qism kerakmi? 1,5 necha foiz topib qo'yamiz? 70%. 0.7 ga ko'paytirib qo'ysam bo'ladimi? 1.05. 1.05. 0.5 ha? Xo'p. Bitta natriy karbonatdan nechta natriy ozi bo'ladi? 2 ta. 1.05 danchi? 2.1. 2.1. Xo'p, ajoyib. Tushunarlimi? Qani tushuntiraymi? Xo'p, 3 quyidagi tajribada qanday kimyoviy reaksiya turi aks ettirilgan deyapti. Konsentratsiyaga kalibron qo'shyapti. Demak, ikkita murakkab modda o'zaro ion almashsa qaysi reaksiya bo'lardi? Almashish. 3 ga demak bejavob. Xo'p, 4 ni ishlaymiz. Kumush nitratning 150 gramm 17% eritmasiga 20 gramm mis plastinka tushirildi. Massasi 38% ga ortganda plastinka eritmadan chiqarib olindi. Eritmadagi kumush nitrat tuzining massasini aniqlang. Xo'p, bir boshdan boshlaylik qani, mana hop kumush nitrat bor ekan. Unga mis plastinka qo'shgan, to'g'rimi? Xo'p, nima hosil bo'ladi? Mis nitrat plus 2 ta kumush. Plus 2 ta kumush. Xo'p. Endi qarang, mana shu jarayonda nimalar bo'ladi? Demak, kumush nitrat saqlanib ketadi, to'g'rimi? Mis ham saqlanib ketadimi? Xo'p, endi yemirish jarayoni kuzatilsa, mana bu misning miqdori kamayadi. Kumush nitratning miqdori kamayadi. Biz shularni topishimiz kerak boshidan. 2 mol kumush nitrat. Xo'p, kumush nitratni demak foizdan chiqarsak 150 gramm 17% deyapti. 100 dan 17, 150 dan qancha desak, nimasi chiqadi kumush nitratni? 25.5. Boshida qancha kumush nitrat bo'lgan? 25.5. Xo'p, mis plastinkamiz boshida qancha bo'lgan? 20 gramm, to'g'rimi? Shahzoda nima qilamiz endi? 38% ga ortganda deyapti. Plastinka o'tibdi. 20%. Foizdan chiqaramiz. Foizdan chiqaramizmi? Xo'p, 20 gramm plastinka bor edi. Shu necha foizga ortgan? 38% gami? 7.6. 7.6. Bu ortganimi? Ortgan degan delta farqimi? Delta farq. Xo'p, mana buni tenglashib qo'yishim kerak. Boshida qancha plastinka bor edi? 64. Keyin qancha bo'lib qoldi? 216. Bu uchun qancha kumush nitrat sarflandi? 340.
340. 64 plastinkamiz 216 bo'lib qoldi. Delta farqi nechaga teng? 152 ga. 152 ga. Bizga bunaqa delta farqimiz 7,6 ga. Xo'p. 340 gram kumush nitrat bo'lganda nechga ortayotgan edi? 152 ga. 7,6 ga ortishi uchun qancha kumush nitrat reaksiya qilishganini misol beramiz. 17. Necha? 17. 17. Xo'p, endi nima deysizlar? Qanday jarayon? 25,5 to'g'ri edi. 17 reaksiya kirishib ketdi. Reaksiya qilishib ketgan. Bunisi ortib qolganmi? Demak, 25,5 aytamiz. 17. 8,5. 8,5. Bejon. Bejon. Kim tushunmadi so'ranglar. Unga tushuntirib aytadi. Mashhurlar tushundingizmi? Tushunmagan aslida. Kim tushunmadi? Reaksiyasi. Reaksiyasi? Xo'p, reaksiyasi qarang. Kumush nitrat eritmasiga mis qo'shildi deyapti. Mis plastinka tashlanyapti. Xo'p, mis 2 valentli, kumush nitrat 1 valentli. Mis nitratdan kumush hosil bo'ldimi? Mana bu yerda 2 valentli bo'lgani uchun xo'p, nitratni oldiga 2 tushdi. Shuning uchun tenglashtirayotgan payt buni oldiga 2 qo'ydik, buni oldiga 2 qo'ydik. Tushundingizmi? Endi mana shu kumush nitratning hosil bo'lgan eritmadagi massasini so'rayapti. Hosil bo'lgan eritma degani mana shundan ortib qolsagina hosil bo'lgan eritmada bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p, mana bundan 340 gram ishlaganda, ya'ni 172 ga ko'paytiramiz. Bundan 64 gram ishlaydi. Bundan 216 gram hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Plastinka boshida 64 edi, keyin necha bo'lib qoldi? 216. Qanchaga ortyapti? 152 ga. Xo'p, bizda masala shartda boshida qancha plastinka olingan? 20 gram olingan. Keyin shu necha foiz ortdi deyapti? 38% ortdi deyapti. Demak, 20 da 38% ni topdik. Qanchaga ortgan? 7,6 ga. 7,6 ga ortganda o'zi bilan qancha kumush nitratni saqlab ketalyapman? 17 gramni olib ketyapti eritmachidan. Tushunarlimi? O'zida eritmachida qancha bor edi? Foizdan chiqaryapmiz. 25,5 gram bor edi. O'zi bilan qanchasini olib ketdi? 17 gram. Demak, qancha ortib qoldi? 8,5. Bu degani hosil bo'lgan eritmada ham 8,5 gram nima bor? Kumush nitrat bor. Tushundikmi? Xo'p, keyingisi 5. To'g'ri xulosani aniqlang deyapti. B javobi. Bejon. Xo'p, xlor bor, kaliy bor, yana kaliy, kalsiy bor, to'g'rimi? Xo'p, 39 kaliy bilan 40 kaliy o'zaro nima? O'zaro izotopmi? Ha, izotop. O'zaro izotop. Endi 40 kalsiy bilan 40 kaliy. Izobar. Izobar 37 xlor bilan. Xo'p, yana qaysi endi 37 xlor bilan? 39 gram. 39 kal. Yo'q, 39 kaliy emas, 40 kalsiy, to'g'rimi? Kalsiy. O'zaro ular nima? Izoton. Izoton, ya'ni nimalar teng? Neytrallar teng, to'g'rimi? 37 dan 17 ni ayirib qo'yamiz, 40 dan 20 ni ayirib qo'yamiz. Baribir qiymat necha chiqadi? 20 chiqadi. To'g'rimi? Bir xil. Qaysi javob? B javob. B javob. Xo'p, 6. Marganes. Pirolizit, Gauss-Marit, Browning tarkibidagi metalni aniqlang. Marganes, to'g'rimi? Marganes. Xo'p, 7. 5 ga B bo'ldim, D bo'ldim. Teng miqdorda olingan benzol va benzoy kislota tarkibidagi vodorod atomlari sonini aniqlang. Xo'p, benzol formulasi? S6H6. Xo'p, S6 H6. Benzoy kislotachi? S7 H6 O2. H6 O 2. 2. Xo'p, yig'ma formulasi, to'g'rimi? Endi vodorod atomlari nisbatini aniqlang deyapti. Necha ko'ra? 1 ga 1. 6 ga 6 bo'lsa 1 ga 1 ko'ra. Xo'p, keyingisi 8. Qo'rg'oshin 3 bor. Surik mineralining kimyo tarkibini aniqlang. Demak, qo'rg'oshin qo'shimcha, to'g'rimi? Bejavob. Ning 10 gradusdagi eruvchanligi 40 ga tenglayapti. Shu temperaturaga 300 gram suvga x gram natr xlor qo'shilsa, to'ygan eritma hosil bo'lmadi. X ning qiymati nechaga teng bo'lishi mumkin deyapti. Xo'p, demak, yozib olamiz. Eruvchanligi necha gram suv uchun ishlanmaydi? 100 gram. 100 gram. Xo'p, qanday qilib yozib olamiz endi? Agar 100 gram suv bo'lsa, qancha tuzni erta oladi? 40 gram. 40 ni. Bizga qancha o'rnak qoladi? 300 gram suv bor. Xo'p, 300 gram suv qancha erta oladi deyapti? 120. Lekin mana shu 120 bo'lsa ham to'ygan eritma hosil bo'ladimi, bo'lmaydimi deyapti. To'ymagan bo'ladi. To'ymagan bo'ladi, chunki masala shartda
baribir to'yilmagan eritma hosil bo'ldi deyapti. Endi qarang. Agar 120 dan kattaroq son bo'lsa, to'yingan eritma hosil bo'lishi mumkinmi? Hozirgi vaziyatda to'yingan eritma yo'q, chunki 120 gram bo'lyapti, lekin to'yingan eritma hosil bo'lmadi. Demak, ikkisining qiymati 120 dan qanday bo'lishi kerak? Kichikmi, kattami? Katta bo'lishi kerak. Qaysi javob? Bajavob. Bejavob. Xo'p, o'n nazariyat. Xo'p, muvozanat 2a + 3b, 3c + 2d deyapti. Sistemada qaysi moddalardan bir xil miqdorda qo'shib, qaysi moddalardan xuddi shuncha chiqarib yuborilsa, muvozanat siljimaydi deyapti. Qaysi javob? C C javob. C javob. Xo'p, 11. Sanoatda metanol, is gazi va vodorodni sintez qilishdan olinadi deyapti. 1/5 mol metanol olish uchun necha litr gazlar qarashmasi reaksiya qilish kerak? Xo'p, nima qilamiz? Is gaziga vodorod qo'shamiz. Is gazi qo'shilgan vodorod, Metanol. metanol olamiz. H3. Xo'p, to'g'rimi? Vodorod. Tenglashtirishimiz kerakmi? Vodorod oldik. Xo'p, mana bundan jami 3 mol reaksiya qilishadimi? 3 mol gaz. 67.2 bu. O'sha payt bundan 1 mol reaksiya qilishadimi? 1/2 deganimiz, 1/5 degani 0.2 mi? 0.2 bo'lganda qancha reaksiya qilishadi? 13,44. 13,44. Xo'p, 12. ikki yuz 25 gram 24%li mis xlor eritmasi to'liq elektroz qilindi. Ajrab chiqqan xlor 11,6 gram temir va magniy aralashmasi bilan qoldiqsiz reaksiya kirishadi. Aralashmadagi temirning massasini aniqlaydi. Nima degani bu? Mis xloridni elektroz qilib berilyapti. Undan qancha xlor ajralsa, o'sha magniy bilan nimaga yetadi deyapti? Temirga yetadi deyaptimi? Xo'p, bo'lmasa birinchi mis xloridni elektroz qilsak. Mana. Xo'p, savol. Nimalar chiqadi endi bundan? Mas. Xlor. Xlor. Xo'p, suvmi? Endi suv shart emas, to'g'rimi? Mana. Endi qanday ishlarga buni standart sonlarga ishlasak bo'ladimi? Mana buni ekvivalentda ishlasak, yarim bo'ladimi? Necha bo'ladi bu yarim? Mis xloridni. 67,5. 67,5 bo'lganda mana bundan azim standart necha bola chiqaradi xlordan? 0,5, yaxshi. Bizda endi masala shaftidagi foizni qo'yishimiz kerak. Xo'p, foizimiz 225 gram 24%li. Foizdan chiqarib qo'yaylik, 100 dan 24. 225 dan qancha? 54. 54. Xo'p. Bundan har 67,5 gram ishlaganda bundan 0,5 mol hosil bo'ladi. To'g'rimi ekvivalentda? Har 54 bo'lganda qancha deymiz? 0,4. Demak, qancha xlor hosil bo'lgan? 0,4. Mana shu hosil bo'lgan xlor nima uchun yetarli deyapti? 11,6 gram temir bilan nima aralashmasi? Magniy aralashmasi. Magniy aralashmasi. Xo'p, bo'lmasa reaksiya yozamiz. Temir qo'shilgan xlor. Nima hosil bo'ladi? Temir xlor Necha? 3. Temir xlor 3. Mana bunda 2, 3, 2. To'g'rimi? Magniy qo'shilgan xlor? Magniy xlor 2. Magniy xlor 2. To'g'rimi? Xo'p. Endi qarang. Mana bu ikkita aralashmani massasi berilgan bizga, to'g'rimi? 11,6 gram. Mana shu ikkovi uchun jami qancha xlor sarflanyapti? 0,4. 4,4. Xo'p. Mana shu yerda biz qarang. X mol temir deb belgilasak bo'ladimi? Y mol magniy deb belgilasak bo'ladimi? Xo'p. Bitta magniy uchun bitta xlor sarflansa, Y uchun Y mol xlor sarflanadi. Ikkita temir uchun 3 ta xlor sarflansa, X uchun qancha bo'ladi? 1,5x mi? Xo'p. Faqat qarang. Bularning birligi nimada? Mana bu. Molda turibdimi? Buncha massadami? Bo'lmasa mana bu birliklarni biz massaga aylantirishimiz kerakmi shunda? Xo'p. X mol temirning massasi 56. 56 x plus Y mol magniy massasi 24. Y teng bo'ladi 1,6 ga. 6 ga. Xo'p, bunisi 1,5 x plus 0,4.
To'g'rimi? Yo'q, Y. Yo'q, Ha, so'z Y. Y. Ha. Xo'p. Y teng bo'ladi nechiga? 4. Xo'p, y ni qotib olsak bo'ladimi? 24 ga ko'paytiramiz shunda. Qadmat a esa 20x. 20x teng bo'ladi. 24 ni ko'paytiramiz 4 ga. O'mir butun oltin ayirib qo'yamiz. 2. 2. X teng 2 ni 20 bo'lasiz 0 butun 0.1. 0 butun 1. Xo'p. Bizlar nimani so'rayapti endi? Aralashmadagi temirning massasini Grammdan aniqlaydi. xo'p, grammda aniqlanyapti. O'zi x ga biz nima belgiladik? Temirni nechiga ko'paytirib qo'yamiz? 56 ga 5.6. Tushunardimi? Qayta tushuntiraymi? Tushunmadi. So'ranglar. Tushunardimi hammaga? Ha. Xo'p. Keyingisi 13. Xo'p, 13 kim aytadi? Ler bunaqa narsalar ishlaganmiz. Shuhrat qanday bo'lsa bo'ladi endi? Kaliy oqishning spirtga yetmasi deyapti. Alken hosil. Xo'p, C2 H5OH qo'shilgan. Xo'p, kaliy OH shundan. Xo'p. Spirtdagi yetmasi nima hosil bo'lardi? Alkenmi? Xo'p, S2 H4 plus kaliy. Endi nima hosil bo'ladi? Xato ketdimi? Etil xlorid edi Ha, etil xlorid bo'lsa, S2 H5. kaliy bilan hosil bo'ladimi shunda? Ha, kaliumdan chiqadi. S2H5 xlor qo'shilgan kaliy OH. Xo'p, spirtdagi yetma to'g'rimi? Demak, C2H4 algen plus kaliy xlor pluschi suv chiqadi. Endi 22.4 gram algen olingan deyapti, faqat necha foizini unda u? 80%. Uni biz 100% topib olishimiz kerakmi? 80% unda. 22. Xo'p, 100% dan qancha deymiz? 28. 28. Xo'p, reaksiya uchun olingan xlor alkanning miqdorini toping. Xo'p, 1 mol xlor alkan olganimizda bundan necha gram ishlaydi? 28 grammi shunda? Ha, 28. Yana 28 gram hosil bo'lishi uchun qancha ishlash kerak unda? 1. 1 molmi? Xo'p. 14. Yog'ochni quruq haydashda olinadigan sirka kislotaning kalsiylik tuzi pirolizdan olinadigan organik moddaning SPOH kibrit orbitani toping deyapti. Xo'p, sirka kislotaning kalsiylik tuzini yozib olsak birinchi. Yoziladimi? Ha. Endi nima bilan bog'lanadi bular? Kalsiy bilan. Kalsium. Xo'p, piroliz natijasida asosan bunaqa moddalar nima kelib chiqadi? Kalsiy karbonatmi? Kalsiy karbonat. Xo'p, bir tarafdan biz kalsiy karbonatni hosil qildi deb olsak, qaysi tarafdan masalan kalsiy karbonatni olib ketsak bo'ladi? Mana shu tarafdan olib ketsak bo'ladimi? Mana kalsiy karbonat hosil bo'ldi. Xo'p, endi e'tibor beringlarchi, nima ortib qoldi bizga? Mana bu qaysi ranglar ortib qoldi? Metil. Xo'p, metil mana bunga borib biriksa, nimani eslatyapti? Dimetil keton. Dimetil ketonni eslatyaptimi? Dimetil keton. Xo'p, SH uch mana SH uch. Dimetil ketonni eslatyapti, to'g'rimi? Hosil bo'lgan moddaning SPOH kibrit orbitallarini aniqlaydi. Xo'p, SPOHlarni so'rayapti-da bizdan qarang. Xo'p, SH3. mana bunda SPOH bormi yo'qmi? Bor. Bor. Ha. Bitta hozircha bunda bitta atom SPOH kibritlangan. Bundachi? Bunda ham Bor. Endi mana bu bilan buni hal qilishimiz kerak. Bunda bormi yo'qmi deb qarashimiz kerak. Xo'p, mana bu yerda bormi SPOH? Nima uchun? Bu SP. Xo'p, mana bu qo'yaptimi qatorga? Ha, buni qo'yapti. Xo'p, masalan, qarangda pivog'ni o'chirsak bittasini, SPP deb sanasak nima bo'ladi? SPP bo'ladimi? Buchi. Buni o'zi ham mana bitta pivog' bilan bormi? Nimani belgilaydi bu ham? SPP ni belgilaydimi? Xo'p, jami nechta atom bor bizga? Ikkitami? Xo'p, ikkita atom SPH kibritlangan bo'lsa, to'g'rimi? Nechta orbital bo'ladi? Xo'p,
ikkinchi to'rtga ko'paytirib qo'yamiz 8. Chunki mana SP 3 to'g'rimi? Ha. Bitta atomda 4 ta bo'lsa, ikkitasida 8 ta bo'ladi. Mana yozib olaman. Xo'p, qaranglar, mana shunday sxema berilgan, ikki xil holatda so'rashi mumkin. Birinchi variant mana shu eritmadagi sulfat kislotlarning massasini so'rashi mumkin yoki foizini so'rashi mumkin. Ikkinchi variantchi, hozir bizdan nimani so'rayapti? Ruhni so'rayapti. Xo'p, ruhni topib qo'ysa ham bo'ladi, mayli masalan yoyib ko'rsataylik. Agar sulfat kislotda so'ralganda qanday ishlardik degan savol bilan ishlaylikchi. Xo'p, nima qilamiz agar sulfat kislotda so'ralganda? Birinchi reaksiya yozamizmi? Xo'p, magniy oksiddan boshlasak. Magniy oksid qo'shilgan Sulfat kisloti. sulfat kisloti. Xo'p, nimalar chiqadi? Magniy sulfat suv. Plus suv. Xo'p, ikkinchi holatda endi natriy OH ikki xil reaksiya bo'ladi deyapti. Qanday o'rta tuz va normal tuz. Xo'p, mana natriy OH qo'shilgan sulfat kislota. Birinchi deylik, o'rta tuzni hosil qilaylik. Natriy sulfat bilan 2 molekul. xo'p. Ikkitasi hosil bo'ladimi? Bitta suv. Natriy OH. Mana yerga qo'yamizmi? Ha, 2. Xo'p, keyingi variantda endi natriy OH qo'shilgan yana sulfat kislota. Bu safar nima hosil bo'ladi? natriy gidrosulfat. Xo'p, natriy gidrosulfat plus Suv. teng reaksiya. Ha, teng. Xo'p, keyingi holatimiz endi yana nimalar? Mis hidroksid bilan reaksiya bo'ladimi? Xo'p. Endi qanday jarayon bo'ladi mis hidroksid bilan yozsak, mis OH 2 qo'shilgan sulfat kislota, to'g'rimi? Nima hosil bo'ladi? Mis sulfat plus 2 molekula suv. Mis sulfat plus suv. Xo'p, yana-chi endi. Endi bariy xlorid bilan reaksiya kiritamiz. Bariy xlorid qo'shilgan Sulfat sulfat kislota. Bariy sulfat Xlorid kisloti. H-xlor. Ashxlor reaksiya tengmi? Yo'q, 2 mol. 2 mol xlorid kisloti. Bo'ldimi? Ha. Xo'p, keyingi holatcha endi Rux gidroksidga rux gidroksid sulfat kisloti. qo'shilgan sulfat kislota. Xo'p, Rux sulfat plus 2 molekul suv. Xo'p, endi bizdan hozir masala shartlar faqat ruh uchun so'rayapti-ya. Demak, qarang, 0.25 mol nima bor deyapti? Ruh kationi bor deyaptimi? Demak, mana shu ruh sulfat tarkibidagi ruh bilan ishlasak bo'ladimi? Ruh sulfat tarkibida necha mol ruh bor? 1 molmi? 1 mol. Xo'p, 1 mol agar ruh bo'ladigan bo'lsa, u uchun qancha hidroksid sarflanadi? Topinglarchi? Grammdan? Ha, gramm. 99. 99. Bizda qancha ruh kationi bor? 0.25. 0.25. Nima uchun bunday deb ishlayapman? Chunki buni yonlarga ajratsak ham teng bo'ladi molni biridan bitta hosil bo'ladi. 24.75. 24.75. Demak, mana shu sxema uchun ruh hidroksida qancha sarflanish kerak? Amfoter modda deyapti. 24.75. Misol mana shu yerda tugadi. Xo'p, agar sizda masalan o'tgan safargi variantlarda sulfat kislotani o'zini so'rasa, qanday ishlardik? Sulfat kislotani o'zini yoki mana shu eritmachidagi sulfat kislotaning foizini so'raganda, unda nima qilardik? Boshida boshlardikmi? Xo'p, boshlaylikchi bo'lsa, bizda 0.25 mol bor deyapti. Magniy sulfat. Xo'p, bittasi uchun bitta ishlasa 0.25 mol uchun 0.25. Xo'p, keyingisicha xo'p, 1 mol sulfat kislota uchun 0.25 mol o'rta tuz. xo'p, 1 mol natriy sulfat hosil bo'lsa, bizga yana 0.25 bormi? Ha. 0.25 uchun 0.25. Xo'p, yana bu reaksiya tengi Teng. 1 mol uchun 1 mol natriy gidrosulfat sarflanishi 0.33 dan 0.33 uchun qancha? 0.33 3. Xo'p. Yarachi endi 1.25 gram mis nima hosil bo'lyapti? Kationimi? Xo'p, mana shu bilan olib ketsak bo'ladimi? Mis sulfat tarkibida 64 gram mis bor deb olib ketsak bo'ladimi? Xo'p, mana 64 gram mis bo'lganda bitta sulfat kislota ishlaydi. 1.28 bo'lganda qancha? 0.02. 0.02. Xo'p. Endi bariy xloridda cho'kma ajraldi deyapti. Bitta reaksiya kirishganda bundan 233, to'g'rimi? Ha, 93.2 bo'lganda qancha misol beradi? 0.4.
4. Xo'p. Bitta sulfat kislota bo'lganda bitta sulfat 0.25 bo'lganda 0.25. Endi uni qo'shib chiqishimiz kerakmi? Jami qancha sulfat kislota sarflangani xo'p. Birinchisidan 0.25, ikkinchisidanchi 0.25. xo'p 0.25, uchinchisidan 0.33mi? 0.2 ham. Xo'p, to'rtinchisidan 0.02. 0.02, beshinchisidan 0.04, oltinchisidan 0.4. qaysi? 0.4 da. Xo'p, 0.4. Bu 0.25. 25. 25. 1,5. 1,5 mi? Ha. 1,5 mol. Endi qarang. Faqat bu 1,5 mol modda necha foiz unda sarflanyapti? 70. Masalan, shartida. 50% diyorum. 50% dami? Ha. 100 da qancha deb qo'ysak, boshida qancha sulfat kislota borligi chiqadimi? 3 mi? Xo'p, 3 mol sulfat kislota bor ekan. Shunda endi massaga aylanishni necha ko'paytiramiz? 98 ga. 98 ga. Ha. Birinchi 294. 294. Nima degani bu? Har 500 gram eritma ichida 294 gram nimaga tegishli? Sulfat kislota. Hozir sizda demak savol bersa, reaksiya uchun qancha sulfat kislota olingan? 294 gram. Shuni foizini topib desa nima qilamiz? Foizini topib desa, mana shu 500 gram ichida qancha deb savol beradi? Ha 500 gram 100%. Hop, yoki 100%. Xo'p, pastda 500, tepadanchi 294. 58,8. 58 butun 8. Tushunarlimi? Xo'p, bizda shunchaki mana shunchalar qo'ygan, 24.75. Ha. Biz reaksiyadan umumiy sulfat kislota uchun qancha ketganini topib qo'ydik, agar kerak bo'lsa. Yozib olamiz. Xo'p, propanol teng ikki qismga ajratildi deyapti, ikkita idishga. Birinchi idishning 3 dan 2 qismi oksidlandi, ikkinchi idishning 2 dan 1 qismi qaytarildi. Hosil bo'lgan moddalar aralashtirildi. Natijada 0.75 mol murakkab efir va 18.5 gram kislota bo'lgan bo'lsa, ikkisi aniqlanyapti. Xo'p, boshda demak propanolni qanday ikki qismga ajratilganmi? Ana uglerod krem reaksiyasida bir xil. Xo'p, boshlaymiz bo'lsa, propanolni yozsa qanday bo'ladi? C2 H5. H5 SOH. SOH. To'g'rimi? Xo'p, mana shundan ikki qism olingan, ikkita idishda, demak, birinchi qismi oksidlanyapti, to'g'rimi? Oksidasiya nima bo'ladi? S2H5 karboksil. Karbon kislota, to'g'rimi? Mana. Xo'p, qaytarilgan qismi ham bormi buni? Endi aldeklar qaytarilganda nima olinadi? Nima olinadi? Spirt olinadimi? Spirt. Nima olinadi? S3H7OH. Xo'p, endi qarang. Ikkita idishdagi hosil bo'lgan moddalar o'zaro aralashtirildi deyapti. Xo'p, karbon kislota bilan spirt reaksiya qilsa, elektrifikatsiya bo'ladimi? Bo'lmasa, yozamiz mana C2H5 karboksil plus C3H7OH. Nima hosil bo'ladi? S2H5. S2H5 COO. Bundan endi C3H7 bo'ladi. Ha, S3H7 plus suvmi? Endi qarang. Mana shu jarayonda aytyapti, 0.75 mol murakkab efir hosil bo'lgan. Mana bir. Yana qo'shimcha ravishda nima hosil bo'lgan? 18.5 gram kislota hosil bo'lgan. Qanday kislota hosil bo'lishi mumkin? O'zi reaksiya qilishyapti. Ortiq Qolgan ustoz. Mana bundan ortib qolgan, to'g'rimi? Shuni molga aylantiraylik bundan. 18.5 ni kislotani emerga bo'lib qo'yinglar. Buni emerga 74 da. Ha 74 mi? Xo'p, 18.5 ni bo'lib qo'yaylik 74 ga. Mol chiqsin. 0.25. Xo'p. Demak, 0.25 mol bo'lgan. Ortib qolganmi? Xo'p, qarang. Bundan 1 mol qatnashyapti, bundan 1 mol qatnashyapti. Demak, bundan 0.75 mol, to'g'rimi? Bundan ham 0.75 mol. Xo'p. Endi mana bu qism qaytarilgani, bu qismicha oksidlanganimi? Xo'p. Mana bundan 1 moldan 1 mol qaytarilgan, to'g'rimi? 0.75 mol bo'lsa, demak 0.75 mol nima bo'lgan? Qaytarilgan miqdori bu, to'g'rimi? Xo'p. Endi karbon kislotamizcha 0.75 mol edi. Yana qancha sotib qoldi? 0.25.
Bo'lmasa boshida necha mol hosil bo'lgan? 1 mol hosil Ha, bir bo'lganmi? mol. Mana 0.75, 0.25 1 mol. Xo'p. Bittasidan bitta hosil bo'lsa, demak yana 1 mol sarflanib ketgan. To'g'rimi? Endi teng ikki qismga ajratildi deganda, mana shu idishda qancha bo'lsa, bu idishda ham shuncha bo'lgan emasdi. Xo'p, mana bu 0.75 uchun ishlaymiz endi qarang. Xo'p, bizda 2 dan 1 qismi qaytarildi deyapti. Ya'ni 0.75 bo'ladigan bo'lsa, shu necha qismga teng? 1 qismga, 1 qismga 2 qismida. 2 qismda qancha deymiz? Xo'p, 1,5 bo'ladimi? 1,5 degani ikkita idishda ham boshida necha moldan olgan? 1,5 moldan olganmi? Xo'p, endi mana 1,5 moldan olsak, ikkita idishda ham shu 1,5 bo'lsa, buning necha mol oqsilab ketgan? 1 mol. 1 mol. Ha, bizda aytyapti, xo'p, 3 dan 2 qism oqsilab ketgan. Agar bu xo'p, umumiy 3 qism bo'ladigan bo'lsa, shuni qancha qism oqsilab ketgan? 2 qism. 2 dan 2 bo'ladimi shunda? Tushunardimi? Kim tushunmadi? So'ranglar. O'taymi keyingisiga? Xo'p. 17. Kimga bizga vas bermadimi mana shu misolni? Aziz tengedimi? Qancha o'rnini hosil bo'lar ekan? Mana Hop. plus qilarga. Aha. Plus. Summa? Keyin ana uni qilatsa tamomiga 4 qo'ysangiz, Hop. Summa oldiga sudovga 2. 2. Hop, bizdan so'rayotgan narsa reaksiya uchun koeffitsiyentlar bilimini so'rayapti. Necha bo'ladi koeffitsiyentlar? 9. 9 mi? Hop. Mana oldidagi sonlarni qo'shib chiqdik-a. Yozilmasa 1 degan. Hop, 18 hamgacha jasur ishlar ekan. Ana ishlaymiz 18 ni. Hop, 65 mis bergan, 63 mis bergan, 66 gram o'rtachasi. Hop, olish uchun x va 0.5 mol nisbatda aralashtirildi deyapti. Hop, diagonal qo'ysak bo'ladimi? Ha. Bir tarafı 65. Mana. Bir tarafga 63. O'rtasi 63.6. Mana ayiramiz endi. Hop, 0.6 tepa 0.6 ma? 1.4. 1.4. Endi qaraymiz. Mana bu molni ishlatishimiz kerak-da biz. X ga 1.05 mol deyapti. Izotoplar. Xo'p, misdan necha mol bo'lganda? 65 dan x mol bo'lganda bundan qancha bo'lgan? 1.05 bo'lganmi? Ha. O'z x top beryapti. 0.45. 0.45. Tushunardimi? Tushunarli. Diagonalga qo'ydik. Mana buning 65 misdan x mol bo'lganda 63 misdan qancha mis deyapti? 1.05. Mana to'g'risidan qo'ydik. Buni ham to'g'risidan qo'ydik. Ko'paytirib qo'ydik 1.45. Xo'p, 19 mana bu yo'lda bergan reaksiyalarni hammasi qaytyapti. Bertol 32 parchalaydimi? Ha. Kimga edi bu? Xo'p, nimadan bosib bo'ladi? Mana bertol 32 qism qilib yozaylik. Katalizatorsiz mana. Xo'p, bertol 32 bor. Bir qismi katalizatorda parchalangan. Kalixlor Plus kislorod. 1,5 kislorod desam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. 1,5. Xo'p. Keyingisicha kalixlor olishni yana parchalayapti. Kalixlor, kalixlor 6. Kalixlor plus kalixlor. Hop. Tenglashtirishimiz mana yerga 4, mana yerga 3. Xo'p, endi ishlashimiz kerak. Hosil bo'lgan aralashmada kaliy xlorid va perxloridlarning mol nisbati 2:3 deyapti. Nima degani bu? Umumiy mana shu kaliy xloridlardan necha mol olingan? 2 mol olinganda necha mol kaliy perxlorid olingan? 3 mol olinganmi? Demak, mana bu 3 mol bo'lganmi? Mana. Tushundingmi? Xo'p. Bundan bitta ishlaganda bundan 3 ta ishlaydi. Bundan 3 ta hosil bo'lsa, xo'p, bundan qancha hosil bo'ladi deb hisob berasiz. Bittami? Bitta. Xo'p. Endi qarang. Ikkita edi o'zi, bir qismi nima bo'ldi? Katalizatordan hosil bo'ldimi? Qolgan bir qismichi. Katalizator deganmi? Xo'p, mana 1 molidan endi 1 mol bertol tuzi bo'lsa, xo'p, yana 1 moldan 1 mol bo'ladimi? 4 mol bertol tuzidan 1 mol hosil bo'lsa, kalixlor 1 molidanchi yana 4 molmi? 4 mol. Mana. Xo'p, bizda aytyapti
Xo'p, tuzning qancha qismi kislorod hosil qilib parchalangan? O'zi bo'lmasa necha mol tuz olingan? Mana yerda tuz qancha? 5 mol. 5 mol olinganmi? Mana 5 mol olingan. O'shani 1 moli nima bo'lgan? Katalizatorga parchalangan. 4 molichi katalizatorsiz. Men mana bu yerdagi xo'p, birlarni qayerdan topdim? 2-3 mol nisbatida deyapti. Nima degani 2-3 mol nisbat? Har ikkita kaliy xlor bo'lganda, uchta nima bo'lsin deyapti? Mana bu kaliy perxloratdan bo'lsin deyaptimi? Xo'p, bittasidan 3ta bo'lsa, 3tasidan bitta bo'ladimi? Xo'p, umumiy ikkita edi. Shundan bittasi nimadan hosil bo'lgan? Katalizatorsizdan. Qolgan bittasi katalizatorlikdan. Mana. Xo'p, endi bizdan so'rayotgan narsa har 5 qismdan necha qismi kislorod hosil qilib parchalangan? Bir qismimi? Bir taqsim 5. 5. O'z Sejam. Xo'p, sejob 20 nazar ekan. Xo'p, bizda demak elektromanfiylik ortib borish edi. Elektromanfiylik qaysi elementdan ortar edi? Ftor. Ftor tomonmi? Xo'p, ftor bo'ladigan bo'lsa javob beringlarchi. Qaysidir ftorga qo'shni, ya'ni ftorga borgan sari qo'shilasi boryapti. Dejab. Dejobmi? Xo'p, natriy, magniy, Alyuminiy, xlor. Yozmang. Bo'ldimi? Xo'p, metanol deyapti, sulfat kislota ishtirokida kaliy permanganatdan oksidlandi. Xo'p, demak metanol formasini yozsak. SH2O. Xo'p, plus Kaliy. kaliy permanganat plus sulfat kislota, to'g'rimi? Xo'p, endi nimadan chiqadi? Karbonat. Buni hisobdan karbonat angidrid, to'g'rimi? Bulardanchi Kaliy sulfat, marganiz sulfat. kaliy sulfat, marganiz sulfat, Suv. marganiz sulfat, suv. Xo'p, bitta usulimiz bor edi. Xo'p, kislorod balansiga tenglashtirsak bo'ladimi? To'g'rimi? Kislorod balansi nima qiladi? Anorganik reaktorni alohida tenglashtirib berasan, organikni alohida, to'g'rimi? Bo'lmasa mana bunga yozib olaylikchi, kaliy permanganat qo'shilgan sulfat kislota. Ha, kaliy sulfat. Xo'p, bundan o'zini xos bo'ladigan mahsulotlar bor. Kaliy sulfat, marganiz sulfat, plus suvmi? Ha, suv. Endi tenglashtirishimiz kerak. Nechta kaliy bor? 2 ta. 2 ta. Mana 2 qo'ydik. 2 ta marganiz borligi uchun mana 2 qo'yamizmi? Ha, ikki qo'yamiz. Endi qara. Oltinga ufrason nechta bo'ldi? 2 ta, mana bu bilan 3 ta. Sulfat kislotadan olgan nechta qo'yamiz? 3. Hop, suvni olgan nechta qo'yamiz? Bunda ham 3mi? Ha, 3. Xo'p, endi qarashimiz kerak. Jami kislorod atomlari nechta yetmayapti degan savolga buni ham yozib olaylik. Xo'p, bundan nima hosil bo'ladi? Karbonat angidrid plus suv. Buni qanday tenglashtiramiz? Mana bu holatda. Suvni oldiga yo'siz teng. 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 Endi kislorodlar holatini sanashimiz kerak. Jami nechta kislorod yetmayapti? Tepaga 5 ta. Xo'p, mana bu taraf demak 20 ta, to'g'rimi? 20 ta bo'ladigan bo'lsa, bu taraf 15 tami? Ha. Jami 5 ta kislorod yetmayapti. Bu tarafdachi? Xo'p, 2 ta kislorod yetmaydi. 3 ta, birdan ayiramiz 2 ta. 2 tami? Xo'p, 2 ta bo'ladigan bo'lsa, endi 2 5 mi shundan? Ha, 2 5. 2 5. Ko'paytirib chiqamiz endi shundan. Xo'p, 2 chiqdi. 2 necha ko'paytirsa deyapti? 2 ga. 2 ga. Demak, kaliy permanganatni oldiga 4. 4 qo'yamiz. Xo'p, 2 necha ko'paytirsa deyapti? Sulfat. Xo'p, 3 gami? Sulfat kislotadan oldiga oldimi shundan? Mana. Xo'p. Endi 2 necha ko'paytirsa deyapti? 1 ga. Kaliy sulfatni oldiga 2 ga. Xo'p, yanachi 2 necha ko'paytirsa deyapti? 2 ga. 2 ga mana. 4. 4. Endi suvga teginmay turamiz. Ikkita joydan hosil bo'lyapti, to'g'rimi? 5 necha ko'paytirsa deyapti? 1 gami? Xo'p, mana yerga 5. Yanachi endi Karbonat angidrid oldi. yana 5 1 ga ko'paytiramiz. Mana yerga 5. Xo'p, endi suv ikkita joydan hosil bo'lyapti, to'g'rimi? Bu tarafdan 2 necha ko'paytirsa deyapti? 3 ga, 6. Bu tarafdan-chi? 5 ta 1. Jami 11. bu tarafdan 6, bu tarafdan 5. Jami 11 bo'ladi. Mana. Xo'p, bizdan endi so'rayotgan narsa Oksid. Xo'p, 15-8 gram oksidlovchi reaksiya kirishgan bo'lsa, hosil bo'lgan karbonat angidrid hajmini aniqlaymiz. Xo'p, oksidlovchi kaliy permanganatmi? Ha. Ha. Nechta qatnashyapti? 4 tami? 6
632. Hop, bundan 5 nasıl bo'ladimi? 5tasi 112 112 litr. 112 litr. Mana Endi 15,8 dan topishimiz kerak. 15,8imizda 2,8. 2,8. Tushundikmi? Starot balansi suplaysizda anorganik reaksiya uchun alohida yozdik. Xo'p, organik reaksiya uchun alohida yozdik. Nechta kislorod yetmayapti? Nechta kislorod yetmasa, o'shancha ko'paytirib qo'yamiz. Xuddi elektron balansidan joyini almashtirib qo'yadikmi? Bularda ham shunday mana. Bunda 5 ta, bunda 2 ta ekan, umumiy bo'luvchi 10 bo'ladi. Almashtirib qo'ydik 2,5. Xo'p. Keyingisi 22. Qaysi eritmaning molarligi uning normalligidan 3 marta kam bo'ladi. Siz alyumin sulfat bo'ladi. Yo'q, alyumin sulfat necha negizli? 6 negizlimi? 6 negiz. Xo'p, bariy xlorid 2, xlorid kislota 1 negizli, fosfor kislotamiz 3 negizli, to'g'rimi? Mana Bariy xlorid. 22. Formula bor edi, C mayllari ko'paytirilgan. Negiz teng C normal. Ya'ni nima deyapti bu yerda? Normallikdan 3 marta kam bo'ladi deyapti. Normallik deylik 3 bo'lsa, maylarlik necha bo'lsin? 1 bo'lsinmi? 1 bo'lish uchun negiz necha negiz bo'lish kerak? 3 mi? Yoki normallik 6 bo'lsa, maylarlik 2 bo'lish kerakmi? Negiz necha bo'lish kerak yana? 3 mi? 3. H3 yoki 4 bo'ladi. Agar sizda 6 marta deb kelganda edi, alyumin sulfatni olardik. Tushunarlimi? O 24 3. 23. Hop, saxaroza deyapti. Qanday formulasi? Saxarozada. Saxaroza S12, H22, O11. Hop, 11. Hidrolizga uchraydi deyaptimi? Ha. Saxarozaning hidrolizi nimasi bo'lar edi? 2 mol glyukoza. Yaxshi. C6, H12, O6. Mana. Hop. Spirtli bichirtirdi deyapti. Mana buni spirtli bichirishi bor endi. C6, H12, O6 nimasi bo'ladi? Etil spirti bilan karbon angidrid 2 mol 2 mol. Yaxshi. Mana. Xo'p, endi kaliy gidroksiya eritmasiga turilganda 0.5 mol kaliy karbonat hosil bo'ldi deyapti. Mana buni demak kaliy OH bilan reaksiya yozgan. Mana kaliy karbonatni hosil qildim deyapti. 2. To'g'rimi? O'sha payt 0.3 mol kaliy karbonat hosil bo'lgan ekan, to'g'rimi? Odatda hosil bo'lgan bilan ishlardik-a? Bitta. Xo'p. Bundan bitta 0.3 bo'ladi shunda? Ha. Xo'p, 0.3. Endi mana bundan bitta ishlaganda, bundan ikkita, xo'p 0.3 mol bo'ladigan bo'lsa 15. 0.15 mi? 15. Xo'p. Endi saxarozaning veri 347 mi? Saxaroza. Ha. Ha, 342. Xo'p, 342 bo'lganda undan ikkita glyukoza hosil bo'ladi. 0.15 mol glyukoza hosil bo'lish uchun qancha saxaroza kerak deb hisob beramiz. Ko'paytirilgan 5 bo'lingan 25,65. 25.65. Şey, tenglashtirishga yaxshi qildim. Tagim ustoz. Qaysi? Kaliy OH-ga karbon angidrid qo'shganimizda. Xo'p, 4 ta kislorod bu tarafda 3 ta kislorod. so'm hosil bo'ladi-da. To'g'rimi? So'm hosil bo'lsa, yana biron joyda xatolik bor. Endi- Maylarlikdan chiqadimi? Maylarlikdan chiqarishdan foyda yo'q-da. Mana maylarlikdan chiqarib qo'ysa ham 1 2 dan mingidan 1.2 500 dan qancha? 0,6. Xo'p, mana buni ham 0.6 deb ishlasak, mana. 2. 0.3 mi? Har 0.3 ishlaydi. Bittasidan xo'p 2 bo'lsa 0.3 dan 0.15 bo'ladi. X gram saxaroza xatolik yo'q. Hop, 302 bo'lsa 0.15 ni 302 ga ko'paytiryapmiz. Qo'yapmiz 2 ga. Adashmasam mana shuni hozir ikkilik holatni inobatga olmasdan ishlasak kerak. Lekin ikkilik holat inobatga olish kerak. 342 ni 0.15 ni 51,3. 51.3. Lekin 51.3 bo'lmaydi-da aslida javob. Chenglashtirishdi. Endi Irodan adashtirdingizda Nimaga? manadan 2 mol chiqmaydi-ku. Nimada?
saxarozadan. Bitta fruktoza, Bitta fruktoza bilan bitta fruktoza. Zir. Ashulaga kesib tashlaysan. X gram saxarozaning gidrogenasidan olingan glyukoza spirtga ko'chirildi. Hosil bo'lgan gaz 1.2 milliardli 500 ml kaliy gidroksid yetmasiga yetkazildi. 0.3 mol kaliy karbonat olingan bo'lsa, X narxi bilan. Xo'p, birinchi saxarozani yozib olaylik. Necha? S12, H22, O. Saxaroza gidroksid ko'chasini hosil bo'ladi. 1 mol glyukoza, 1 mol fruktoza. Hop, C6, H12, O6 plus hop, fruktoza deb yozmay, to'g'rimi? Endi mana shu hosil bo'lgan modda glyukozani nima bo'lyapti? Spirtli bechiqtildi deyaptimi? Ha, spirtli bechiqtildi. C6, H12, O6. Nima chiqadi endi? Hop, C2, H5, OH plus ikkita karbon degizmi? Mana. Endi mana shu ajralgan karbon dioksidi nima bilan reaksiyalashayapti? Kaliy gidroksid bilan, to'g'rimi? Hop. Kaliy OH qo'shilgan karbon dioksidi. Kaliy karbonat, to'g'rimi? Suv ham chiqadi. Plus suv. Odatda endi reaksiya kirishayotgan modda bilan hosil bo'layotgan modda bo'lsa, hosil bo'layotgan ishlardikmi? Xo'p, endi mana bundan bitta ishlaganda bundan bitta hosil bo'ladi. 0.3 mi? 0.3. 0.3 dan 0.3 bo'ladi. Endi o'shanda mana bu glyukozadan 1 mol reaksiya kirishganda 2 mol karbonatli, 0.3 mol bo'lganda 0.15. bu boshda hosil bo'lgan glyukozami? Xo'p, 0.15 edi. mana 342 a massasi. 342 bo'lganda bundan bitta ishlaydi. 0.15 bo'lganda necha deymiz? 51.3. Ajon? Ajal. Xo'p, keyingilari 24. Masnitrat eritmasi 7 gram plastinka tushirildi. Plastinka massasi X ga teng bo'ladi. Eritmaga 42 gram temir o'tadi. Ikkisini aniqlaydi. Xo'p, demak plastikamiz temirdan tashib topganmi? Temir bor. Masnitrat bilan reaksiya qilishyapti. Mana. Xo'p, nima chiqadi? Temir 2 nitrat, mis. Xo'p. Endi plastikaga 42 gram temir eritmaga 42 gram temir o'tadi degani, mana shu yerda 42 gram temir endi nimani tarkib etadi? Temirni tarkibimi? Faqat o'sha temir o'tayotgan payt plastika massasi ortadimi, kamaydimi degan savolga javob berishingiz kerak. Xo'p, shaxsda qanday bo'ladi bu? Temirdan misga o'tayotgan payt ortadimi, kamaydimi? Xo'p, boshda 56 edi, keyin necha bo'ldi? Delta farqimiz 8. Agar bizga temirning miqdori 42 bo'ladigan bo'lsa, qancha deb qo'yamiz? 6. 6 mi? Xo'p, boshda tayoqchamiz necha edi plastinka? 47, to'g'rimi? Endi 47 ga 6 ni qo'shamizmi, ayramizmi? Ayiramiz. Ayiramiz. Xo'p, yana bunaqa fikr. Qo'shamiz. Nima uchun? Plastinka massasi oshyaptimi? Demak, 47, xo'p, 47 qo'shilgan 6. 53. 53. Senjavob. 25 ishlab qo'yasizlar-a? Sigma va pi bog'langan. Xo'p, 26. Ammoniy sulfat bilan. Ammoniy Sulfat. Ya'ni reaksiyada ammoniak hosil bo'lish uchun haqiqatan ham ammoniy Sulfat kerak. 27. Xo'p, birinchi glyukozani Parchalash. xo'p, parchalash to'g'rimi? Spirtli bechiqtildi deyaptimi shunda? Yo'q, spirtli bechiqtildi. Mana hozir yozibdi-ku. To'g'rimi? Ha. X1 va X4 moddalar tarkibidagi vodorod atomlari mavjud bo'lsa, X2 modda uglevodorod ekanligi ma'lum bo'lsa, hop, X1 va X3 moddalarning nisbiy molekulyar massasini aniqlangan. Xo'p, mana C6, H12, O6 spirtli bechiqtildi. C2, H5, OH. OH
plus karbohidrat gidridi, to'g'rimi? Reaksiyani tenglashtirishim shart emas, so'ramayapti, tenglashtirib ber demayapti. Xo'p, endi spirtli ichib qitilgandan keyin mana bu modda 140 gradusdan yuqoriga qizdiryapti. Savol. Spirtlar 140 gradusdan yuqoriga qizdirilsa nima hosil bo'ladi? Oddiy efirmi, alkenmi? Alken. Alkenmi? Mana C2H5 OH ni demak 140 dan yuqoriga qizdirsak C2H4 plus suvmi? Endi nima qilamiz? C2H4 ga yana H bilan qo'shsak, to'g'rimi? Nima hosil bo'ladi? C2H5 murakkabroq molekula bo'lganda keyin markovnik faktor o'ylab ko'rardik, to'g'rimi? Unda aniq. Xo'p. Endi X1 bilan Endi C2H5 bironga nima qo'shib beryapti? Natriy. Natriy. natriylarimiz bromga olib ketadi. Xo'p. Savol, natriylar bromni olib ketadi. Bu qaysi reaksiyani eslatyapti endi? Mana bu necha karra oshadi o'zini maqsadini? 2 marta oshadi. Xo'p. Nima hosil bo'ladi? Natriy. Butan hosil bo'ladi. Xo'p. Endi bizdan nimani so'rayapti? X1 va X3. X1 va X3 moddalarining nisbiy molekulyar massasini toping. X1 va X4 moddalar tarkibida ba'zi atomlar bor. Demak, X1miz mana bu ya. Xo'p, faqat bittasi uchun hisoblaysiz, nisbiy molekulyar massa deyapti. Xo'p, X3imiz nima bo'ladi endi? X3imizni S2H5 brom. S2H5 brom. Yig'indisini topingchi. Mana yerda lekin X1dan ikkita berib qo'yganda 155. 155. Xo'p, X3imiz C2H5 brom, to'g'rimi? Mana bu yerda 46mi? 46. Faqat bittasi uchun nisbiy molekulyar massa 1 molekul bor, to'g'rimi? Buni yerda 109. 109. 9. Yig'indisi 155. Shularnimi? Mana yozib qo'ying.